Xo'sh o'rtoqlar, hammaga salom. Bugun biz Coltga qarshi 5 ta Frank urush jangini olib boramiz. Qani bo'lmasam ketdi. Let's go. Bu video 2 ta odamdan iborat bo'ladi. Rico bilan Frank. To'g'rirog'i Rico bilan Colt. Ya'ni 5 ta Frankni ham Ricoda ham Colt o'ldirishga harakat qilamiz. Ko'ramiz, o'ldira olamizmi ikkalasida ham, yuta olamizmi. Bizda shu 3 ta urinish bor. 3 ta urinish emas, просто tak o'zi. Bular ham bir marta o'ldirib qo'ysam, 2 marta yutishim kerak edi. Oho, gipr bo'ldi. Iltimos. Mayli, birinchisidan doim o'ylaman, chunki 5 ga juda ham qiyin bo'ladi. Keyingisidan menda chempion bo'lganing uchun bir avval tushunadiganlar buni biladi. Tulki 5 ga uramiz endi. Jigarlar oxirgisi ham yomon kuchli bo'ladi lekin. Gipr bilan o'tdan ishlab tursam ham ahamiyati yo'q lekin uni. Bunga ham. Lekin endi ahamiyati bor. Bormayman, ultasi bor. Ulib tashiydi. Birinchi raund yutdi o'rtoqlar, hozir yana bitta yutsa, birinchi raund emas, ikkinchi raund. Bu yana yutsa yaxshi. Ba'zi yutib qo'ygan mana jurnalni, video jurnalni yutqizdim. Cho'ta 5 ga tashladim oxiri. Chapechar boramiz. Kel mani. Birinchi raund yutdi, ko'rdinglar. Coltda demay o'xshatgan. 10 ta kill qilamizmi? Endi o'zgartiramiz. Let's go. Salam. Diyor. Salom. Let's go. Ben de salam bir çocuğum. Let's go bo'ladi. Go. Birinchi raundda yutib qo'ysam bo'lmaydi. Hayron qolmayman. Yaxshi ne Rico'da. Oho, juda bo'ldi. Ozgina qochishga anaqa bo'lmay qoldi. Raqobat qisqamayapman hozir endi. Ben bildim. Voy. Voy o'rtoqlar. Yutqizdik. Ko'rganinglarda Rico'dan qiyin bo'lar ekan. Oldiga bordim. O'rtoqlar Rico'da qiyin ekan. Hala. Rico'da eplamadik. Lekin men eplaganim ko'ringlar. Yo'q. O'rtoqlar ko'rganinglarda Rico'da match chiqardim. Coltda bo'lsa men yutdim. Mayli o'rtoqlar. Videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar.